kuyovlarni payg'ambarlar siylaydilar degan ajoyib gap bor. O'g'il tuqqan ona borki, bu gap ularga juda xush yoqadi. O'g'illarini kuyov libosida, kuyov maqomida ko'rib, uning izzat ikrom ko'rayotganini bilish, his qilish bu onaga baxt keltiradi. Faqat bir jihati bor. Azizim onajon, siz boqib o'stirgan o'g'loningiz oilaning qalqonimi? Uni himoya qila oladimi? Ro'zg'orini but qila oladimi? Rejalay oladimi? Ayoliga munosabatni to'g'ri shakllantira oladimi? Keragida tanbeh, keragida rag'bat bilan ko'nglini ko'tara oladimi? O'g'il qizlarga chiroyli, to'g'ri tarbiya bera oladimi? Sizning o'g'lingiz haqiqiy mard erkakmi o'zi? So'zim og'ir botmasin, lekin aksariyat tili chiqqan yoki shaddod yoki noto'g'ri harakatlar qilayotgan kelinlarning e'tirozida ba'zan haqiqat ham bor. Agar bu erkaklik o'rnida, erkaklik maqomida, erkaklik yoki kuyovlik maqomida o'z vazifalarini bajarmayotgan bo'lsa, bu avvalo bizga uyat. Chunki tarbiyada kamchilikka yo'l qo'yganmiz. Azizim, sizga ta'na ma'lumot qilmoqchi emasman, faqat bugun o'g'il o'stirayotgan qizlarimga, kelinlarimga eslatib o'tmoqchiman. Agar sizni o'g'lingiz kuyov bo'lsa va uni payg'ambarlar siylashini istasangiz, go'zal tarbiya bering. Toki erkak zoti bizning qalqonimiz, bizning rahnamoyimiz, rahbarimizdir. Omon bo'ling, azizim.